Assalomualaikum warahmatulloh. Mana Madina Munavvarada juma namozi. Inshaalloh jamiki mo'min musulmonlar borki, farzandlari, ahlilari bilan shu joyga kelib, juma namozini o'qish uchun tarafdor ko'rishyapti. Inshaalloh shuncha mo'min musulmonlarga nasib qildi, qolgan birodarlarimizga nasib qilsin inshaalloh. Mana Hazrat Ali roziyallohu anhu masjidlarda mana juma namoziga tayyorgarlik tarafdor ko'rishyapti. Mana hamma harom sharifga qarab ketyapti. İnşallah cemil mo'min musulmonlarga nasib ro'za aylasin. İnşallah barchalaringizga saidul ayyom hajjil masokin bo'lgan juma ayyomi muborak bo'lsin. İnşallah mana shuncha birodarlarimiz juma namoziga qarab turibdi. İnşallah karim barchalarimiz nasib qilsin. Havo bilan mazza o'tadi. Bugun juma munosabati bilan inshaalloh mana hamma jumaga harakat. Shuncha musulmon millatlar Madina Munavvarada duo namozi. Inshaalloh barchalarimiz nasib qilsin inshaalloh.